Xo'sh, map va filter funksiyasi buni quyidagicha ishlatishimiz mumkin. Demak, ximiz list tipini o'tirib turibdi, mapping qilgan map funksiyasini ko'ramiz. Hozir no vazifa bajarib beradi. Xo'sh, qaytamiz. Bizda list birimiz bor. Endi ko'rib turganlaringizdek, x teng buni list tipini o'tkazamiz kalit so'z yordamida. Keyin map funksiyasini ishlatamiz bu yerda. Xo'sh, lambda x ni kvadrati qaytsin ham list 1. Bu strukturamiz demak listni elementlarini kvadratini x ga o'zlashtiradi. Mana printtab x ni yozadigan bo'lsak, mana 1 ni kvadrati, 2 ni kvadrati, 4 ni kvadrati, 5 ni kvadrati. Ko'rib turganlaringizdek. Demak, ana shu yerda lambda funksiyamizni ishlash prinsipi ham osonroq, bo'lmasa alohida yozib o'tirisha to'g'ri kelar edi. Keyingisidan filtrdan ko'ramiz. Y teng list map lambda demisdan faqat 2 ga bo'linadigan, misol uchun juftlarini chiqaramiz. 2 nuqta foiz 2 teng 0. Ya'ni 2 ga bo'lganda qoldiqni hisoblab beradigan nima kutamiz? Juftlarini kutamiz. Print y ishlatamiz. Mana. Xo'sh. Bu yerda qiymatni true false deb qaytaribdi. Biz ham mapda ishlatamiz. Biz bunda filtr atishi kerak edi. Filtr. Mana bo'ldi. Mana filtrda 2 bilan 4 ni chiqarib turibdi. Ularni yodlab qo'yganlaringiz ma'qul, strukturasini ishlatish, filtr berish, chunki nazoratlarda tushadi. Keyingi rekursiv funksiyalarni ham tushuntirib o'taman. Demak, o'z-o'zini chaqiruvchi funksiyalar. Bular. E'tibor bersangizlar, faktorialni hisoblashamiz. Misol uchun, tasavvur eting, n faktorial deganimiz 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 va hokazo ko'paytiruv n-1 ko'paytiruv n degani. To'g'rimi? Lekin bunda n faktorial teng mana shuni ko'rib qo'yadi. Endi n faktorialni boshqacha deb yozadigan bo'lsak, n faktorial deganimiz n-1 faktorial ko'paytiruv n ko'rinishida. Ya'ni misol uchun 9 faktorialni topmoq bo'lsak, bizlar 8 faktorial 9 ni ko'paytirishimiz kerak. 8 faktorialni topish uchun 7 faktorial 8 ni ko'paytirish kerak va hokazo. Xo'sh. Aynan shu faktorial funksiyasini rekursiv funksiya, ya'ni o'z-o'zini chaqiradigan funksiya misolida yozib qo'yibdi. Xo'sh. Def misol uchun fact degan funksiya yaratamiz. Fact n. 2 nuqta. Agar n'imiz kichik yoki teng 1 bo'ladigan bo'lsa, return
1 ni qaytarsin. Aks holda return n-1 n ko'paytiruv n-1 ni qaytarsin. Biz ishlatamiz. Fakt misol uchun 5. 5 faktorial degani 1 dan 5 gacha bo'lgan sonda ko'paytmas. Ishlatamiz. Xo'sh, buni ekranga chiqarmadik. Print komandasini qo'shishimiz kerak edi. Print 5 qo'sh tirnoq ichida 5 faktorial teng mana. 5 faktorialimiz 120 ga teng. Shu ko'rinishda rekursiv funksiyalarni ishlatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Hozircha videoni to'xtataman. Agar savollaringiz bo'lsa, lichkada yozib qo'yinglar. Voice plan ham nada ishlab qo'yinglar.